Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz matrisalarni ko'paytirish, teskari matrisani topish. O'tgan darslarimizda biz matrisa tushunchasi va matrisalar ustida qo'shish, ayirish, songa ko'paytirish amallarini bajargan edik. Bugungi darsimizda ikkita matrisaning bir-biriga ko'paytmasi haqida gaplashmoqchimiz. Demak, M ga K o'lchamli A matrisaning K ga N o'lchamli B matrisaga ko'paytmasi deb, M ga N o'lchamli shunday S matrisaga aytiladiki, uning SEG elementi A matrisaning E-chi satri elementlarini B matrisaning J-chi ustunidagi mos elementlariga ko'paytmasi yig'indisiga teng. Ya'ni SEG mana bu ko'rinishdagi formula bilan aniqlangan bo'ladi. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. A matrisaning satr elementlarini B matrisaning ustun elementlariga mos ravishda ko'paytirib yig'indisini olishimiz kerak. Bu yerda A matrisaning ustunlari soni B matrisaning satrlari soniga tengligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Yana shuni aytishimiz kerakki, ikkita A va B matrisalarning ko'paytmasi B va A matrisalarining ko'paytmasiga teng emas. Quyidagi misolni qaraylik. Bizga ikkita 2 ga 2 kvadrat matrisalar berilgan bo'lsin. Birinchi kvadrat matrisamiz elementlari 1, 2, 3, 4. Ikkinchi kvadrat matrisamiz elementlari 5, 6, 7, 8. Bu ikkala matrisani ko'paytirish uchun bizlar boya yuqorida aytgan usullarimizdan foydalanamiz. Ya'ni birinchi matrisaning satr elementlarini ikkinchi matrisaning birinchi ustun elementlariga ko'paytirib qo'shishimiz kerak. Demak, mana birinchi satr elementlari birinchi ustun bilan ko'paytirilyapti. Birinchi satr ikkinchi ustun bilan ko'paytirib qo'shilyapti. Ikkinchi satr yana birinchi ustun bilan va ikkinchi satr ikkinchi ustun bilan ko'paytirib qo'shilib, quyidagicha natija olyapmiz. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Bizlar elementlarni har birini mos ravishda birinchi satr elementlarini ikkinchi matrisaning ustun elementlariga ko'paytirib qo'shishdan yangi S matrisa hosil bo'lyapti. Bu yerda S matrisamizning o'lchami ham 2 ga 2. Endi 3 ga 3 matrisani 3 ga 2 matrisaga ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi matrisamizning ustunlari soni 3 ta. Ikkinchi matrisamizning satrlar soni 3 ta. Demak, bu ikkita matrisani ko'paytirishimiz mumkin. Demak, bu yerda ham mana ikkita matrisamizning birinchi satrlariga uning ustunlari mos ravishda ko'paytirib yig'indisi olinyapti. Yana bir marta ko'rsatamiz. Demak, mana ustun ko'rinishiga o'tkazib olib, ularning ko'paytmasini olyapmiz. Birinchi satr, ikkinchi satr, uchinchi satrga 3 ta ko'paytma hosil bo'lyapti. Endi teskari matrisa tushunchasiga o'tamiz. Agar kvadrat matrisaning determinanti 0 dan farqli bo'lsa, u holda A ko'paytirilgan A darajasi -1 barobar A darajasi -1 ko'paytirilgan A bu Y ga teng. Biz bilamizki, Y birlik matrisa edi.
Mana shu tenglikni qanoatlantiruvchi yagona a darajasi -1, ya'ni teskari matrisaga mavjud bo'ladi. Buni bizlar a matrisaga teskari matrisa deb ataymiz. Demak, a matrisaning a darajasi -1 teskari matrisasi quyidagi formula orqali aniqlanadi. Demak, ko'rinishi a darajasi -1 barobar 1 taqsim a matrisaning determinanti va bu yerdagi a1, a1, va hokazo a n elementlar berilgan a matrisaning elementlariga mos algebrik to'ldiruvchilardir. Faqat bu yerda e'tibor berishimiz kerakki, a1, a1, va hokazo a1n birinchi ustunda joylashyapti. Birinchi satrda emas, birinchi ustunda joylashyapti. Xuddi shunday a2, a2, va hokazo a2n bular ham ikkinchi ustunda joylashtirilyapti. Demak, det a bu yerda a matrisaning determinanti, a1, 1, va hokazo a n va a matrisaning har bir elementiga mos algebrik to'ldiruvchilar. Misol qaraymiz. Demak, a matrisa berilgan, a matrisaga teskari matrisani toping. Berilgan matrisaning determinantini hisoblashimiz kerak. E'tibor berishimiz kerakki, berilgan matrisaga teskari matrisa mavjud bo'lishi uchun uning determinanti 0 dan farqli bo'lishi kerak. Biz buni yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Demak, a matrisamizning determinantini ikkinchi tartibli determinant hisoblaymiz. Bu yerda 4 ni 1 ga ko'paytiramiz, -1 ni 3 ga ko'paytirib ayirmasini oladigan bo'lsak 7. Demak, matrisamizning determinanti 0 dan farqli son ekan. Bu matrisaga teskari matrisa mavjud. Buni bilganimizdan keyin biz ikkinchi ishni bajarishga o'tamiz. Ikkinchi ishimiz har bir elementiga mos algebrik to'ldiruvchilarni topish. Demak, algebrik to'ldiruvchilar a1 4 ga teng, a1 1 ga teng, a2 -3 ga teng, a2 1 ga teng. Algebrik to'ldiruvchi hisoblashni biz o'tgan darslarimizda hisoblab ko'rsatganmiz. Demak, 3-holatda biz yuqorida ko'rgan formulamizga asosan a matrisaga teskari bo'lgan a darajasi -1 matrisani yozamiz. Demak, 1 taqsim a ning determinanti edi. A ning determinanti 7 ga teng. Demak, 1 taqsim 7 va bu yerda matrisani yozishda yana yuqorida aytib o'tgan holatimiz a1 4 birinchi satr birinchi ustunda joylashyapti. a1 miz demak ikkinchi satr birinchi ustunda joylashyapti. a2 miz birinchi satr ikkinchi ustunda joylashyapti. a2 miz o'z joyida turibdi. Demak, buni soddalashtirib 7 ga bo'lib yozib qo'ysak ham bo'ladi. A matrisaga teskari matrisamizning ko'rinishi 4 taqsim 7, -3 taqsim 7, 1 taqsim 7, 1 taqsim 7 ko'rinishda bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.